Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitay hökuməti milyonlagan Uyğurlarni yığılış lageriga qamıdımı yoki texnik tərbiyələş mərkəzləriga qamıdımı degan temada söhbət ötküzümüz. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat əpəndi bilan Çex Cumhuriyetlik Fənlər Akademiyası Şərqşünaslık İnstitutining tədqiqatçısı Doktor Andrey Klimish əpəndi bilan Amerika Alam Qatnaşı İdarəsinin Ali Optik Engineri Erkin Sıdıq əpəndilərini məzkur söhbətə təklif qıldıq. Aziz mehmanlar, söhbətimizə xoş gəldinizlər. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dünya Uyğur Qurultayı başçılığındakı Uyğur təşkilatları, Amerika hökumət ərbabları və xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatları Xitay hökumətinin Uyğurlarını qamıgan bu lagerlarni yığılış lageri yoki jazo lageri deb atgan bo'lsa, Xitay hökuməti bunun əksincə bu lagerlarni texnika tərbiyələş mərkəzi deb atab gəldi. Gerçi iki tərəfinin bu lagerlarga bəgən düşəndürüşü bir-biriga zid bolsa-mı, amma Xitay hökumətinin Uyğurlarni lagerə qamaş məsələsi bir xalqaralıq məsələ bo'lishdan burun e'lon qilgan ba'zi muhim foto suratları bu lagerlarning hech qachon Xitoy hukumati degandek texnik tarbiyalash markazi emasligini ko'rsatib berdi. Xitoy hukumati e'lon qilgan bu suratlar ichida eng ko'zi ko'ringani va eng ta'sir qo'zg'ini bo'lsa, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik taftish idorasining 2017-yil aprelda e'lon qilgan Xotan Lob nahiyasidagi Xitoy qurolliq alohida soqchilari necha yuzlagan ko'k kiyim kiygan tizilib o'ltirgan Uyghur tutqunlarni Tömür Rishad kishida qo'rshab qilib turayotgan mashhur lager surtidir. Gerçi Xitoy hukumati bu suratni uzun o'tmay o'zining tor batlaridan elib o'tgan bo'lsa-mu, ammo bu surat bugungi kunda Amerika hukumati e'lon qilgan muhim dokladlarda va g'arbdagi muhim matbuotlarning Xitoydagi lagerlar to'g'risida bergan xabarlarda ishiltilgan baş surat bo'lib kelmoqda. Unda bo'lsa, men birinchi savolni Erkin Sıdıq əpəndidən başlay. Erkin Sıdıq əpəndi, siz bu rəsmni birinci qitim ko'rganda, ya'ni bu suratni, sizga bu rasm qanday bir ta'sir berdi? Ularniki her gün çıkatan azap kuvvetleri devamlı göz aldığımı kilidi artık suratını göstermiyor. Qaraganda ular bir texnik tərbiyələş mərkəzi içidimi və yoki jazo yoki yig'ilish lagerdimi? Qanday bir lager ekanligini his qildingiz siz? Resimde üzülümü görünüp duruptu. Bütün etrafındaki damla, tımlarla tutulan ağaçta herkesin bir mektebe hoşumaydı o ya. Bana o ya bir turmudahlik göründü. Herkesin o terbiyeleş merkezinde. Andrey əpəndi, siz özünüz əmdi Çex Cumhuriyetdagi bir puhra, sizlərning dövlətinglarni bo'lsa 40-cı yıllar, yəni Nazi Germaniyası besib bir məzgil tudi. Hatta şu Nazi Germaniyası davrida albatta nurg'un şu jazo yoki yig'ilish lagerini, yəni concentration campslarni qurib, nurg'un yahudilarning va boshqa millatlarning shu yig'ilish lagerlari o'lishini keltirib chiqadi. Uningdan sirt Çexoslovakiyani hamda Sovet İttifoqi bir mezgil besib ham kontrol qilgan bo'ldi. Sovet İttifoqida albatta Gulag degan lager qurilgan shu zamonlarda. Uningda nurg'un siyosiy mahbuslar tutilib, etilib, o'lib qolgan. Shuningga sizga hamda bu Xitoy hukumati e'lon qilgan bu rasm, ya'ni lobdiki, buni ko'rgan chaqda siz bir Chex bo'lish sifatingiz bilan sizga qanday bir ta'sir bo'ldi? Menimcha bu rasm boshqa shu lagerlardan kelgan rasmlari ve guvohlik bergan adamlarning so'zlari bo'yicha bu lagerlar Nazi to'plam yig'ilish lagerlar bilan Sovetlarning Gulag lagerlar, yana masalan 48-yildan keyin O'rta Yevropada qurgan siyosiy mahbuslarning uchun qurilgan lagerlar ko'p o'xshaydigan yerlari bor. Yana bir tarafdan mana bergan ta'siroti meningcha dal shu rasm, lobdan kelgan rasm bu Sharqiy Turkistonga, Uyg'urlarga, boshqa millatlarga bir xil uzun muddatlik ilib berayotgan tamsil etadigan siyosatni ibratlik holda ifodalaydi. Unda bo'lsa Ömer Bey, bu Dünya Uyghur Qurultayı hozir hamda Xitoy hukumati 800 mingdan 2 milliongacha so'lgan Uyg'urlarni so'lgan bu lagerlarni hamda yig'ilish lageri, ya'ni concentration camps deb atayapti. Nima deb? Hozirgi Xitoy hukumatiniki bu atalmış tərbiyələş mərkəzlərindəki o yığılış lageriga bütün eləqə mahiyyəti bilən şununla oxşuğanlığı üçün məsələn də.
Mesela üyedeki hatta ilip beriyotgan üyedeki hareketleri mesela hazır bazı Yahudi yazarlar bu nimani seliştiriyotidu. Şu ceza lagerleri bilan seliştirib, şu yerda ilip bağlan hareketlerning, şu yerda şu solanganlarga qilingan zulmning, ularga bo'lgan besimning uyadagi hammasininki bir-biriga o'xshaganligini isbotlab chiqyapti. Masalan, o'kini bir maqol yozdi bir Yahudi bir o'quvchi, masalan, shu jazo lagerlarida masalan u Yahudiycha naqsh etishi ma'ni qilingan. German askerleri, faşist German askerleri ulanı mani qilgan, u Yahudicha naqsh etkizmaydi. O'zining tili bilan so'zlayolmaydi ekan. Ikkinchisi andikin u yerdan ayt qattiq qilgan tan harakat nimasi ilib bordi ekanda, degandan kechki jugurtib ularni. Musha harakatlarning munoyiti bir-biriga o'xshaganligida endi. Hatto ba'zilar u jazo lagerlaridan ishib ketdi deydi bu yerdagi. Chunki shu Germaniyaninki shu Yahudi qirg'inchiligining eng palliga chiqqan vaqtida shu davrdagi jazo lagerlarida tutulup tuğan Yahudilarning soni 750 mingga. Hozir Uyg'urlarning soni bo'lsa, ana muhim manbalar buni hatto 3 millionga yetgan deb ifodaladi. To'g'ri, yaqinda hamda Amerikaning davlat mudofaa yordamchi ministri Randy Shriver lagerdagi Uyg'urlarning sonini bu 1 milliondan hatto 3 milliongacha bo'lishi mumkin deb, u hamda yana uningdan sirt bu lagerlarni bu haqiqatan yig'ilish lager deb atadi. Siz Randy Shriver efendi bilan 24 may kuni ko'rishdingiz. Ko'rishganda bu masala to'g'risida suhbat ilib bordingizmi? Ha, bu mesele albatta bizning ko'rishimizning sabablaridan biri shuki, o'zimizningki minnatdorligini bildirish uchun uyaga borgan. O'zi bilan ko'rishib shu hamma Uyg'urlarningki minnatdorligini, Uyg'urlar nomidan o'zimizning nihoyatda minnatdor bo'lganligimizni shunday bir jasorat bilan tunji qitim Amerika hukumatiningki nihoyat oliy darajalik bir xodimininki buni rasmiy yig'ilish lageri deb ataganligi uchun o'ziga nihoyat tabrik, rahmat etdik. O'zi dedi bu mohiyat jihatdan bu yig'ilish lageri bizning qo'limizdami? Albatta buningga oid nurg'unlagan ma'lumotlar, uchurlar bor dedi. Boshqa hukumat arboblari bilan ko'rishgan chog'imizdami? Hozirgi Xitoy hukumatiningki yig'ilish markazlari shu 2-Dunyo urushidagi gitlarninki shu jazo lagerlarininki nimasiga mohiyat jihatdan o'xshash deb. Erkin efendi, bu Amerikaning tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, hamda 800 mingdan 2 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, qolgan turkiy millatlar bu lagerlarning ichida deb. Bu soni badi hamda. Sizningcha bu Xitoy hukumati bunchalik Uyg'ur va turkiy millatlarni tutib so'lashgan maqsadi bu lagerga nima maqsadi? Hozir Xitoy o'lkalariga o'tkazilgan Uyg'urlar bilan Sharqistondagi lagerga so'lgan Uyg'urlar, andagi Uyg'urlarniki bolalar lagerga so'lgan bolalar. Soni qo'shgan chog'da 5 milliondan oshadi degan son borman. Shu 2 million degan son bak oz. Endi bu hozir lagerga so'lab erlarniki erlikni tutib, ayollarniki ayollikni yo'q qilib, bolalarni ota-onasidan ayirib, ularga Xitoy kimligini berib, ayirib qilib boshqa qilish orqali hozir ularniki Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'q qilib o'tish maqsad qo'yadi. Buniki hozir ko'plagan jihatlardagi qo'yadi. Sizningcha bu Xitoy hukumati hozirgi siyosati bilan, ham xalqaroning besim bilan Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'q qilib o'tish mumkinmi? Hozir endi Uyg'urlarni qasdida diqqat qo'zg'ab, matbuotlarda e'lon qilinib, bir qism davlat Amerika masalan nishon qo'yadi. Lekin amaliy ahvolda Uyg'urlarniki amaliy ahvolida yaxshilanish yo'q hozir. Xitoy bu vaqtda intayin mukammal plan tuzgan. 2014-yillardan burunlamkin. Hozir shu planini shu bo'yicha ijro qiladi bular. Hargizmi astab qolgani yo'q, qilganmi alomatlari yo'q. Shunga men intayin ansirayman. Agar bu ahvol direkt olmasa, yine bu ahvol yine bir ish davomlashsa, Uyg'urlarniki tortgan yine intayin qo'ng'ibdi, intayin ansirashdi demak. Ömer efendi, bu sizlar Randy Shriver efendi bilan so'zlashgan chog'da u o'sha yig'ilish lageri deganda u o'zining shaxsiy maydoni dedimi, bu Amerika hukumatining yoki davlat mudofaa ministrligining maydoni dedim. Undaq ochiq bir nima deb ifodalamadi, ammo uni jazo lagerlariga shu mohiyat jihatdan
o'xshaganligini, o'zining qo'lida nurg'un ma'lumotning borligini bu haqda, shuning uchun uni jazo lageri deb ataganligini aytdi. Erkin Efendi, sizningcha bir lagerlarni taqash uchun endi bu bo'libmi hozir musulmon dunyosina oid jimjit, sukut ishlar hozir. Bu masalaga deganda ko'ngil bo'lmadi. Shuningga Washington Post gazetimi yaqinda shu musulmon dunyosining Uyg'ur masalasiga deganda ko'ngil bo'lmagani ham beshini qumga tiqib to'g'risida maqola e'lon qildi. Sizningcha shu musulmon dunyosini qanday harakatlantirish kerak? Hozir endi Saudiya Arabiston qatorli bir qancha cho'ng musulmon davlatlari hukumatchilikka hayliq qotidi bular. Uyg'urlar masalasida bu aniq ifodalandi. Shunga men intayin norozi bo'ladim. Endi bularni biroz ahvolni biroz burashqa nima imkoniyat bor degan chog'da menimcha hukumatdan umid yo'q. Lekin agar mumkin bo'lsa xalqni qo'zg'ashda eng yaxshi kunim birdi deb o'ylayman. Hukumat hozir ularni internet kontrol qilyapti. Bunga bu yerda biz lekin hech qanday xalqqa qarshi ishlarga yo'l qo'ymaydi bular. Shunday bo'lsa-mu biz agar xalqdan boshlay olsak, xalqni qo'zg'ay olsak, xalqni Uyg'urlarniki hozirgi fojiasidan to'liq xabardor qila olsak, biz bularniki yordamlarga erisha olamiz deb o'ylayman. Ömer Efendi, bu Uyg'urlarning masalasiga nima uchun bu Yahudilar unchalik kuchab ketdi ham qiziqdi buning? Chunki ularga shu o'zining tarixini eslatadi bu. O'zlari o'xshash qirg'inchilikqa uchirgan bo'lg'ashqa, yana bir millatning shunda bir qirg'inchilikqa uchirib, yana shu qirg'inchilikning takrorlanishininki takrorlanayotganligini ko'rayotganligi uchun ular shunda qiziqib bu masalaga bizga har jihatdan o'zlari ovoz chiqarib, bizning ovozimizni boshqa yerlarga yetkazib, bizga har jihatdan qo'llayotdi. Andrey Efendi, bu Xitoy hukumatining hozir qurgan bu lagerlarning siz biladigan shu Nazi Germaniyaning yig'ilish lagerlari bo'lsin, Sovet ittifoqi qurgan gulaglar bo'lsin, bular jihatga o'xshashlikmi? Meningcha bek o'xshaydi, chunki ikkisining ko'p o'xshaydigan joylari bor. Masalan, davlat siyosati tarafidan qarsak, natsist Germaniya va Stalin davridagi Sovet ittifoqi hozirgi Xi Jinping davridagi Xitoyga bek o'xshab ketdi. Masalan, deyilgan vatanparvarlik, ammo amaliyotda bir Xitoy millatchilik degan ideologiyasi bek kuchlik bu shu Xi Jinping davrida. Yana demokratik dunyo bilan ariliqi yirak burundan yirak deb turdi. Yana bir tarafdan masalan sirtdan kelgan idiviy ta'sirotlari to'sashga tirishyapti. Xi Jinping hokimiyatining ostidagi Xitoy. Yana masalan davlatning bozorda, sodalarda, cho'ng davlat korxonalarida bo'lgan ta'siroti burundan kuchaytiryapti. Shunga shunda ko'p o'xshaydigan natsist va Sovet davridagi totalitarian hokimiyatlar bilan o'xshab ketadigan joylar ko'p. Va Sharqiy Turkistonda bo'ladigan vaziyat din ko'rib maqsad bu amillar yoki bu jarayon bek inoq ko'rinyapti. Shunga bu yig'ilish lagerlar, Sharqiy Turkistonda qurilgan lagerlar, bu keng ko'lamlikning bir belgisi bo'ladi. Yana Sharqiy Turkistonda uzun vaqtdan boshlab ilib boradigan kompartiyaning siyosatining belgisi, yaqinda Xi Jinping davrida jiddiylashib ketgan siyosatining belgisimi bo'ladi meningcha. Erkin Sidiq Efendi, sizningcha hozirgi mushundaq hamda mushkul bir davrga qadam qo'ygan vaqtda Uyg'ur millati, abaydan o'zingiz deb ketdingiz, Xitoy hukumati hozir Uyg'urlarni balkim bir millat sifatida yo'qotish bilan har xil siyosat orqali. Sizningcha shu davrda siz o'zingiz bir Uyg'urlarning ichidan chiqqan bir olim ham ziyoli bo'lish sifatingiz bilan Uyg'ur ziyolilari qanday bir rol o'ynay oladi? Masalan, Uyg'ur millati deganni qutqizishda. Hozir agar qarab boqadigan bo'lsak, chetdagi Uyg'urlarning soni intayin oz. O'zimiz bek ojiz. Boshqa bo'lganligi uchun biz to'xtamay
xalqaro jamoatga Uyg'urlarga yordam qilish haqida ularga iltimos. Endi biz boshqalardan yordam tilashdan burun o'zimiz eng yuqori darajada qo'zg'alib ish boshlashimiz kerak, endi ish qilishimiz kerak. Men shunga yaqinda o'zim tayyorlagan ba'zi videolarni da'vatman. Agar chet eldagi Uyg'urlardan 95% Uyg'urlar harakatga kelmay turib, biz chet elliklardan yordam so'rasak, bu adolatsiz bo'ladi deb. Shunga bu ishda har bir Uyg'ur ziyolisiniki bosh tortib olmaydigan mas'uliyati bor. Chuqum hozirgi kunda o'ziniki borlig'iga atab Uyg'urlar uchun qancha ish qilish kerak. Shu asosda biz chet elliklardan yordam so'rashimiz kerak. O'zimiz ish qilmay turib, boshqalardan yordam so'rasak, biz hozir adolatsizlikka qarshi yo'l tutib turib, o'zimizni adolatsizlik qilgan bo'lib qolamiz. Bu ish intayin muhim. Andrey Apandi, sizmi endi Chexoslovakiya shu Davlatlik Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi. Sizmi endi shu Uyg'urlar masalasi to'g'risida ko'p qitim muhim maqolalarni e'lon qildingiz. Yana Uyg'urlarning masalasi ko'ngil bo'layotgan hozir nurg'un g'arblik, amerikalik bo'lsin, yevropalik bo'lsin, hozir tadqiqotchilar bor nurg'unlar. Sizga o'xshash. Hem sizningcha sizlarning rolinglar nima? Endi hozirgi sharoitda bu Xitoy hukumatining 800 mingdan 2 million Uyg'urni lagerga so'lab bunday qilishda sizlar qanday bir rol, ijobiy rol o'ynay olasizlar? Meningcha ko'proq ma'lumot tarqatish bo'libmi, yoki maqola yozishdan orqali yoki universitetlarda yoki kengroq jamoatga beradigan leksiyalardan orqali shunday bu asosan bizning rolimiz mushu meningcha. Yana boshqa bir rolimiz meningcha masalan men Chex Cumhuriyetining pukrasi bo'lsam, meningcha Chex hukumat bilan yana Chex hukumati yana Chex parlamenti bilan shu so'zlashish lozim. Masalan, Uyg'urlar Sharqiy Turkistonda shunday vaziyat bo'lib o'tganligini ularga asritib, ularga deb qo'yish, tushuntirib, yaxshi tushuntirish, undan keyin ular bilan suhbatlashish, masalan, qanday siyosatni, qanday kelishimni o'tkazish lozim, shunday bo'layotgan vazifamiz bor menimcha. Ömer Efendi bu Amerika'da bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, Uyg'urlarmi masalan o'zining hukumati, masalan Amerikadagi Uyg'urlar, amerikalik Uyg'urlar, ya'ni Yevropa bo'lsa, Yevropalik Uyg'urlar o'zining hukumati, parlamentlar bilan nurg'unlari masalan ular telefon urib, yo bo'lmasa berib ko'rishib, Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yapti. Yana nurg'un Uyg'urlar masalan Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, yana nayto vahim ishida qo'rqib, jim yetib, vaziyat o'zgarib qolarmi, ota-onamni qo'yib berami degan xiyoli bo'lyapti. Sizdan ham bularga deydigan nima so'zingiz bor endi? Xitoydan hozir endi umid kutib yotgan Uyg'urlar nayt bir xam xiyolda. Bularningki endi asta bularga keladi. Bu hammaga bu faqat bir qism Uyg'urni emas, butun Uyg'urni nishon qilgan gap. Xitoy butun Uyg'urni yo'qotishni, ya'ni bir qism Uyg'urni yo'qotib, boshqa Uyg'urlar saqlasin degan nima yo'q bu yerda. Shuning uchun endi bu yerda ayaydigan bir nimasi qolmadi hech qanday. Endi ba'zi Uyg'urlar men ham jim tursam, u yerdagi tuqqanlarimga hech nima demamdiki, yo bir nima yetmamdiki deydi. Albatta uning yetida ham hatto jazo lagerlarida turayotgan, tuqqanlari shu yerda turayotgan Uyg'urlarmi jim yetayotganlari bor-da, hozir masalan. Ularga texmi ig'ir bo'ladimi? Uningdan ortiq qanday ig'irlik bo'ladi endi? Balki bular chiqib gap qilsa, so'z qilsa, shu vaqirsa, dunyoga bu masalani anglatsa, o'zininki shunda nimaga uchirgan, zulmga uchirganligini anglatsa, tuqqanlarining shunda ahvolda bo'lganligini, jazo lagerida bo'lganligini anglatsa, balki Xitoy hukumati balki ularga tutgan muomalasi biraz o'zgarishi mumkin hatta. Chunki ko'ryapmiz buningki natijalarini ko'ryapmiz ba'zi yerlarda. Masalan, chiqib dodillik bilan maydonga chiqib, meningki otam, meningki onam yo meningki dadam turmada hozir jazo lagerida tutildi, nimishki begunoh bu yerda tutildi deb har yerda ovozini chiqarayotgan insonlarga Xitoy hatto ba'zilariga yiqil nima qilib, ular bilan aloqalashib, sen gap qilmasang, biz seninki ota-onangni chiqiramiz degan hatto chiqarganlar bor shunda qilib. Shuningga bu xalqimiz bu nimadan voz kechish kerak, ya'ni Xitoydan bir madad kutish, Xitoy yaxshi bo'lib qolarmi, bizga bir nima demasmi degan nimadan voz kechish kerak. Bu hammaydan bayam Erkin Efendim deb o'tgandek, bu bir harakatga o'tish kerak. Harakatga o'tsak, dunyo albatta
qarab turmaydi. Ahirde bu dünyanın bir meselesi hamdi bu. Bir Uygur'un da meselesi emas bu. Hazırki dünyada 21. asırda bir millet, Xitoydagi bir millet, Uyg'urdek uzun tarix ega, madaniyatga ega, uzun yillardan bir o'zining vatanida yashayotgan bir millatning vatanini besib olgandan sirt, o millatni o'z vatanida ko'mib tariximizda kun bitiman, yo'q bitiman deb bir harakatga o'tsa, bu dunyo qarab turmaslik kerak endi. Chunki bu hamda 2. Dunyo urushida yo u yoqda bu yoqda bizning xabarimiz yo'q deganlar bo'lishi mumkin hozirda. Masalan, hozir Uyg'urlarning vaziyatidan xabarsiz adam qolmadi mencha. Hammasininki xabari bor. Xabar bo'lgandiki, bu butun insoniyatningki bir mas'uliyati hozir. Butun xalqaro jamoat bir harakatga o'tish kerak. Mushunda nimaga qarab tursa, qirg'inchilikqa qarab tursa, bu butun insonlik uchun bir uyat, bir bir qabul qilinmaydigan bir harakat bo'ladi. Shuningga butun insonlik harakatga o'tish kerak. Bu bu yerda to'xtab qolmaydi hamda Xitoy. Yani bir özninki bilen puhrayim davatkan insanlarga mushunda bir qirg'inchilikni yo'lga qo'ygan Xitoy boshqa qo'shnilarga nima qilishi mumkin kelgusida. Mushuni o'tib ketib qolsa. Uningdan keyin bu xalqaro jamoatninki bilayotgan nima bilayotdi Xitoy hukumatı. Chunki butun matbuotda bu nima fosh bo'lib chiqyapti. Shunda turib, yana xalqaro jamoat agar bir harakat qilmay, qattiq bir tadbir olmay, Xitoy bilan bo'lgan munosabat butunlay o'zgarishi kerak. Yani Xitoy bilan o'xshash munosabatni davomlashtirmasligi kerak xalqaro jamoat. Chunki Xitoy hukumatı mushunda bir Uyg'urdan iborat ya boshqa Turkiy xalqlar bor, uning ichida shularning hammasini bir rasmiy bir qirg'inchilik va nurg'unlari da'vatida hozirgi qirg'inchilik u yerda bizning vatanda bo'layotgan qirg'inchilik, masalan, Hitler zamonida zaharli gaz uylarida yo'qotilgan hamdi. Unda zaharli gaz uyi bo'lmagan bir qirg'inchilik bo'layotdi bu yerda. Hamdi. Shu zaharli gaz uyi laqab qoldi hamdi. Yana xalqaro jamoat mushunda jim o'ltasa, Xitoyni to'xtatish uchun bir ciddi bir harekatga o'tmasa, ciddi bir tadbir almasa, o zaharli gaz uylarına kelishi mumkin. Andrey Efendi, oxirgi savol sizdan, shu siz hamda yor bar gibi akademik bo'lish bilan albatta u yerdan oid tadqiqotlarni qilib bordingiz. Hamda sizingcha shu Yevropa hukumatlari, Chex hukumatlaridan sirt Uyg'urlar uchun hamda nima qilib beralaydi? Nima qilish kerak yoki? Bu meselenin iki derecesi var. Birinci derece şahsi ayrım bir devlet derecede hareket kılış lazım. Mesela Çex ve Slovak ziyalileri 11. ayda bir Xitayning şu Şarkı Türkistan'da ilip berivatkan siyasetini tenkit kılıdıgan bir doklat itiraf kıldı. Yani yakında Çex Senat Palatasının şu Şarkı Türkistan'da ilip berivatkan siyasetini tenkit kılıdıgan bir doklat mu itiraf kılıngan. Aşındak şu her bir devlette aşındak hükümet, parlamentler bilen söhbetleşiş lazım. Ular aşındak mesela Amerika'daki hazır bolan Uygur kişilik hukuk kanun dek bolgan kanunlarını makuleniş lazım menimce her bir devlette. Yani ikinci derecede halkara teşkilatlar derecede mesela Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa İttifakı derecede şu halkara teşkilatlar bu meseleni obdan düşündürüş gerek. Mesela menimce Şarkı Türkistan'da mu hazır bir irki kırgınçılık boluvatıdı. Mesela irki BDT'nin irki kırgınçılık gelişiminin mezmuniga kirip baksak hazır Şarkı Türkistan'da boluvatkan işler bunun içinde patıdı menimce. Şunlaşka bunu halkara teşkilatlar biliş gerek. Hazır Xitay hükümeti Şarkı Türkistan'da ilip berivatkan siyaset bütün insaniyet kıymetlik kız karışlarıga yani halkara kanunga xilaf boluvatkan bir siyaset boluvatkanlıkını bilişini lazım şu halkara teşkilatlar. Ömer Efendi, oxirgi savol bu Amerika hukumati albatta nurg'un ishni qilyapti. Endi sizningcha hamda bu lagerni taqash uchun
Amerika aniq qandaq bir maydonda bo'lish kerak yoki qilish kerak. Chunki Magnitskiy qonuniy jazosida 1 yil mobaynida bu so'z bo'ldi, ammo nurg'un Uyg'urlarimiz hayajonlangan. Hozir nurg'un Uyg'urlar balkim bu bo'lmasligi mumkin deyotdi. Shuning sizningcha Amerika hukumati aniq qanday shaklda Xitoyga bir kuchli besim qilsa, bu lagerlar taqilishi mumkin. Albatta Amerikada degandek nayta Uyg'ur masalasiga bo'lgan qizg'inlik bor. Masalan Amerika parlamentida bo'lsin, Amerika siyosatchilari orasida bo'lsin, xalqaro tashkilotlarda bo'lsin, uningdagi matbuot bo'lsin, nayta qiziqyapti Uyg'ur masalasiga qiziqyapti, ko'ngil bo'lyapti. Amerikaningki nayta yuqori darajalik hukumat rahbarlari Uyg'ur masalasini tilga ilyapti. Xitoy hukumatiningki bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun Xitoy hukumatida talabda bo'linyapti. Lekin degandek cho'ng bir tadbir hozirgacha ilinmadi. Ammo Magnitskiy qonuni bo'yicha bu Xitoy rahbarlarining shu Sharq Turkistondagi qirg'inchilik harakatida mas'uliyati bor rahbarlarni jazolash nimasida Magnitskiy qonuni hozirgacha siz degandek yo'l qo'yilmadi, ammo boshqa nimalar bo'lyapti, ya'ni Amerikada. Masalan, Amerika masalan bu nimani chekladi, masalan Huawei nimani chekladi, shirkatini chekladi Xitoyniki. Ondakingizda Hikvision shirkatini cheklash nimasida ba'zi o'ylanayotganligini so'zladi. Uyg'urga munosabatli bo'lganligi uchun. Uyg'urga munosabatli bo'lgan, chunki shularningki shu nima kuzatish uskunlari, shu nimalar bizda ishlatilayotgan gap. Shuning uchun buningda roli bor deb, albatta bir nimasida uning roli bor. Shuningga ularni cheklash nimasini o'ylanayotganligini dedi. Bu yaxshi harakatlar, naydi cho'ng xush xabarlarda. Endi shu nimani boshqa davlatlarning başka Avrupa devletlerinin bayam degandek. Bunu ulgu ilish kerak. Yana bir toplu halda Xitoyga qarshi bir o'rtaq bir tadbir ilib, onundakinizda bu meseleni Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashiga akilish kerak yani. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu mesele münazara kılındı. Şunun için Birleşken Devletler Teşkilatı mı köngül bölüp bu meseleni oturup koyup Uygurlarını qoğdaş için, ceza lagerlerini taqıtışı için Xitoyga bir umumi bir bisim bo'lishi kerak. Rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bizning bugungi suhbatimiz mushu yerda oxirlashdi. Ben bu suhbatimizga qatnashgan Ömer Qanat apandi, Andrey Klimish apandi va Erkin Sidiq apandilarga alohida rahmat aytaman. Rahmat sizlarga bugun suhbatimizga qatnashganinglarga. Hammalarga rahmat. Sizga rahmat. Hammalarga rahmat. Sizlarga rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, programmamizga diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Kelasi qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar.